Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Abdumalik tandirlari bo'lyapti mana. Otam Abduhal otam endi biz yosh bolamiz, endi 95-yil bolaman, endi 30 ga kirdim, lekin otam o lider bo'lgan paytda hamma novoy taniydi. Otam nechiga kirdingiz mana otam? Lider bo'lgan, endi qarib qoldi, hozir qilgan yo'q, lekin davrda lider bo'lgan, novoy tandirchilar lider bo'lgan. 83 ga kirdi otam mana. Razmerlar. Ota siz xudo xolasa O'zbekiston ko'radi. Bir gaplaringizni gapirib qo'yami? Ko'p novoy ko'radi. Ha, mening nevaralarim, o'g'illarim mana shu hunarni olib, shu hunardan yaxshi rivojlanyapti. Xudoga shukr. Duolarni olib, yaxshi mehnat qilib, xalq xizmatini qilyapti. Rahmat shu bolalarga. Xudo xolasa otam lider bo'lgan davrda, endi hozirgi chiqib turganlar endi ular endi birov tanimasa ham, lekin otamni hamma taniydi, novoylar taniydi. Xudo xolasa mana dadam mana tovonchalayapti. Tandirlar. Xudo xolasa Rossiyaga ketlar, mana shu tandirlarimiz. Xudo xolasa Rossiyaga ketadi. Xudo xolasa aloqadamiz O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor, olib borib berish, qurib berish xizmatlarimiz bor. Aloqadamiz Abdumalik tandirlar, xudo xolasa. Aloqadamiz.